Tak, bugun sizlarga o'zim yeydigan hamma sport qo'shimchalarini obzor qilib beraman. Naturalman deysiz, shuncha narsa yerkansiz-ku deydi hozir. Proteinlardan boshlaymiz. Bu menda whey protein. Bu ham whey protein, bu уже Sabermastiki. Tak, bu ham Sabermas, bu beef protein. Bunisi kazein, EAA, organizmda qayta tiklanmaydigan, sintez bo'lmaydigan nizaminiy aminokislotalar, shuning uchun EAA ichaman. Kollagen, bo'g'imlar, sustavlar, svязкалар sog'ligi uchun. Izotonik, bu trenirovka vaqtida izotonik ichaman. Kreatin, izotonik ikkalasini aralashtiraman-da, EAA ni solib shakerga trenirovka vaqtida ichaman. Дальше, bu proteinovый batonchiklar, araxisovый pasta, massa naborda rosa qutqaradi. Omega 3, mужской kompleks vitamin, kalsiy D3, K2, zima, sink, magniy B6. Magniy B6 ni o'zi. Bularni qachon, qancha, necha grammdan ichishligimni hammasini описаниеda yozib qo'yaman.